Salom aziz do'stlar, bir xondan do'stlik va inoqalik boradan. Viloyat Badaxshon noyoy Haftun maydoni Havoyi Fayzoboddan hozir kishvar do'sti Turkiya Sharanqaradan farmoyish bergan ustod shoirimiz shoir Muhammad Yosinjon Badaxshonning o'z farmoyishiga taqdim bo'ldi. Buni aziz do'stlar Viloyat Balxi Bostondan hozir kishvar Turkiya Sharqoniyadan shoir Navidjon Balxining farmoyishi bor. Albatta shu ikisini farmoyishiga taqdim va ijro bo'ldi. Hamda tavozda eshitib yashab, sog' bo'ling. She'rni gulchin bitamiz, savol javob qilib, shoir Navidjon bilan Muhammad Yosinjon bo'layapti. Eshitqani Navidjon, aytay senga necha so'z, inoqalik boradan qo'y bitaylik ikkoviz. Qanday yaxshi gaplaysan Muhammad Yosin Badaxshi, shonasi yerga tegmas senga do'st bo'lgan kishi. Shoir Muhammad Yosinni o'zingdan kelar xushi, Navidjon Balxi sen ham ko'p mardonavor kishi. Navid Balxi she'r bitar mahallini soziga, xush kelibsiz Yosinjon safai majoziga. Mana shunday toza xondalarni shoir Muhammad Yosinjon Badaxshining TikTok kanali va YouTube kanali taqdim qiladi. Men ham qaynab tushganman oshiqlik daryosiga, ino takrordan keldim shoirlik dunyosiga. Shoir Navidjon aytar, yana ham xush kelibsiz, TikTokingizni ko'rdim, qancha mashhur bo'libsiz. Muhammad Yosinjon qilar har lazaviz izdiyod, siz shoirlik dunyoda behid chiqaribsiz ot. Muhammad Yosin eshitding, sizga aytar so'zim bor, sizday shirjivonlarga men qilarman iftixor. Shoir Navidjon Balxi eshiting olazorim, siz ham shu shoirlikda kattakon iftixorim. Shoir Navidjon aytar, sizga Muhammad Yosinjon topilmaydi dunyoga sizlarda yaxshi javon. Muhammad Yosinjon aytar, bilginamga ko'p armon, shoir Navidjon Balxi taniydi sizni jahon. Siz ham ko'p vaqtdan beri qo'shiqni bas qildingiz, yana ham Muhammad Yosin aramizga xush keldingiz. Shoir Navidjon Balxi qancha bir mehribonsiz, gulchin qilib qo'shiqlar birlashib to'ldiramiz.
necha so'z aytaylik TikTok qizlari boradan, maqsading ketib qolmang Muhammad Yosin aroqdan. Shoir Navidjon balki gaping yuradi yetmayman, endi faoliyatga man yo'q ey do'stim ketmayman. Muhammad Yosinjon bizni qanchalar bir xush qilding, xondan yuragini men o'zimga pesh qilding. TikTok qizlar boradan endi shurga boshlayman, shoir Navidjon seni oxir bir kun ushlayman. TikTok qiz boradan so'zlaringni boshlaysan, Yosinjon aytgin qani mani nega ushlaysan? Bir TikTok qiz bilan parkka borib ko'rishibsiz, ko'rdim TikToklaringizni qancha bir kelishibsiz. Bali Muhammad Yosinjon bu aytgan gaplaring rost, avvalim bor shu o'zi menga beribdi darxost. Biron ro'zlarga ishdan qiling siz ta'til, shuni topgandan beri o'zni olmaysiz tavil. Shoir Navidjon aytar mundan ziyod o'ylayman, shuni dugonasi bilan seni ham jur qilayman. Shoir Navidjon balki ko'p xushhol qilding mani, 4 kishi bo'lib yuramiz, menga jo'lasang shuni. Yosinjon TikTok qizga asla yurak bermagin, xushluqli o'zingni tabo qilib yurmagin. Unda mehribon do'stim sen nega yurak berding? Yurak bergandan so'ra nima xiyonat ko'rding? Shu TikTok qizlarda xushi yo'qdir ish bilan, o'zlarini xushro'y qilar shular aro ish bilan. Yo'q ey shoir Navidjon undayin gaplar aytma, qancha shirin so'z bo'lar ularga tuhmat etma. Necha kashma-kash qildik shu joyga mazoqlashib, TikTok go'zallarga she'r g'azallar qo'shing. Bilarman ey Navidjon o'ziz qancha doktorboz, ko'tarasiz go'zallar ustingizga haylasan oz. Shoir Navidjon aytar qizlar misoli guldir, shu durdona so'zlari go'yo misli asaldir. Muhammad Yosinjon aytar yurak xushlikdan to'lsin, shoir Navid so'zimiz shu joyga tamom bo'lsin. Zabiullo jonam dard maqtamasa bo'lmaydi, boshqa hech bir odamga bunday qo'shiq to'lmaydi. Osmonimga